7. qismi. Әтсі, таң сәрді. Мен Надия aytgan ahvollarga asosan saqchi sog'dishimning yordamida vaqa sodir bo'lgan atrofdagi saqchixonadan dal 2 oy burun yuz bergan shu vaqaning ahvolini surishti qildim. Ular menga bog'chaning eng chet tarafidagi yo'l yoqasida dal 2 oy burun bir erning bosh qismining eg'ir yorilib yiqilib qolganligini bayqagandan keyin erni doktorxonaga apirish jarayonida uning yenini aqtirib 3000 yuan naqd pul hamda bir qism benormal rasmning borligini bayqagan. Hamda sen ahvolini tekshirib, u erning bir qiz bilan uchrashganligi hamda u qizni qattiq urayotgan chog'da yana bir qizning kelib daraxt yenidagi ko'ltakni ilib uning boshiga birini urib yiqitgandan keyin ikki qizning ketganligini ko'rgan. Ondan keyin yaralangan erning telefonidagi urilgan nomerga asosan qarish tarafning ziyonkashlikka uchirg'uchi qiz ekanligini bilib, u erga boshqalarga tahdid silib, qaqti so'qti qilish jinoiy qilmish uchun tutib turayotganligini aytib berdi. Men bu xabarni olib, nihoyat xush bo'ldim. Chunki shundoq bo'lganda Nadiya gunohsiz bo'lib chiqadi. Og'aynam Qaysargami katta xushallik keladi. Soqchilardan bu ahvolning natijasini olgandan keyin xotirjam holda ishxonamga qaytdim. Ishxonamga kelganimda eshik oldida Nadiya meni saqlab turardi. Kechiring, sizni saqlab qo'ydim. Hech qis yo'q. Siz bek aldirashtirsangiz advokat epandim. Ma'qul emsa, o'z gapimizga kelaylik, Nadiya xon qiz. Kechiring, meni xon qiz demasdan Nadiya deyvering. Ma'qul. Men oqshom unidorab qoldirgan mazmunlaringizning hammasini to'liq anglab chiqdim. Siz keyin-keyindan nurg'un o'ngsizliklarga uchrab ekansiz. Asqar, Urumchilik Doniyor, yana Hilqi Shafqatchim deb atvagan shopur yigitning ismi nimti? Siz uni boshdan oxiri Shafqatchim deb atapsiz. İsmi zodi nima? Efendim, men qayta xatolik o'tkazgan. Hozir odam o'ldirgan qotilman. Men to'g'riliq nurg'un so'z chechaklar tarqaldi. Shafqatchim, bekla oliyjanob odam. Xuddi mening o'z akamdek menga shunchalik ko'ngil bo'ldi, yordam qildi. Shunglashqa uni bu ishlarga chetib olg'im yo'q. Ahvorchilik tepib bergim yo'q. Nadiya so'zlab shu yerga kelganda tuyuqsizla ishxona eshik oldida Qaysar paydo bo'ldi. Men soqchilardan haqiqiy ahvolni aniqlab bo'lgandan keyinla xushalligimda tunji bo'lib bu xabarni og'aynam Qaysarga yetkazgan edim. O darhol ma'dig'aligini aytgan edi. Qaysar eshik oldida turib olib, Nadiya meni bayqab qolmasin degan umidda jimjit o'tiraverishimni menga ishorat qildi. Shuning bilan menmo chandurmasdan o'ltirdim. Nadiya so'zni yana davomlashtirib o'tdi. Bilemsiz advokat efendim. Siz Shafqatchimning ismini so'rashingiz bilan tamam yuragim bekla ittik so'qib ketdi. Navoda qaytadan tanlashga to'g'ri kelsa, zodi kimni tanlaydim bilemsiz? Yo'q. Kimni tanlaydingiz? Shafqatchimni. Sizga yordam qilgan shu kishini men bir tunib olsam yaxshi bo'ladi. Shafqatchimni deb ketdingiz. İsmi zodi nima? Uning ismi o'z jismiga loyiq qo'yilgan. Shafqatchimning ismi Qaysar. Men bu ismni anglab intayin xushal bo'ldim. Xushalligimda beshimni ko'tarib, eshik oldida menga yuzma-yuz qarab turgan og'aynamga qaradim. Uning ko'zlari chang yumilishi bilan tang necha tomchi ko'z yoshi mag'zini bo'ylab sirg'ib tushdi. Nadiya hayajonlangan holda so'zni davomlashtirib o'tdi. Men bu ömrümde uchratgan eng ah ko'ngil, eng mard er. O uchratgan
uchurğanlar odamga yordamga ehtiyojli bo'lsa, qo'lidan kelishi yordam qiladi ekan. Uning axloq fazilatiga, kuyimchanligiga gap ketmaydi. O haqiqatan esil. Uningdek mard yigitlar jahonda kam uchraydi, advokat efendim. Bilman, odam o'ldirsa cho'qim o'lim jazosi beradi. Navoda bu ishlar sodir bo'lmagan bo'lsa, sizga aytgandek shu esil insonga hamroh bo'lib xizmat qilsam, hech qanday armanim yo'q edi. Nadiyaning bu so'zlarini anglab, ko'zlarimdan issiq yoshlar sirg'ib tushdi. Beshimni ko'tarib Qaysarga qaradim. Omo xushalliqdan ko'z yosh qilyotdi. O hammani anglayapman. Angladim adash degandek qilib boshlang'ishdi. Men Nadiyani azoblab vermaslik uchun hamma ahvolni uningga aynan so'zlab berdim. Hamda uning bu harakatining yo'lliq qo'g'dimishga kirdiganligini tushuntirdim. Nadiya xushalliqida o'himdan turib sakrab ketdi. Hamda eshik oldida o'ziga qarab kulimsirab turgan Qaysarni ko'rib, qaqqan qo'zliqdek o'rinda turib qoldi. Qaysarning quchoq etishi bilan u o'zini Qaysarning bag'riga otdi. Xotima. Uzoq o'tmay Nadiyaning opisi saqiyib tamamen asliga keldi. Uni bir mahal xato tushunib, ayblab kelgan qayrindishi bo'lgan otisi-mu uningdan namaqul bo'lib kechirim so'radi. Qaysarning ota-onasi-mu intayin oqko'ngil kishilar bo'lg'achqa, o'g'li uchun hayotini beg'ishlashga tayyor turgan bu qizni xushallik bilan kelin qildi. Shundoq, hayotning hikmatini tushunsangiz, har bir kun, har bir qadam, har bir ish voqealarda cho'nqur bir ma'no bor. Kishilik hayotda har bir kishining mo'lsuzlik chog'lari ham g'urbatchilik chog'lari bo'ladi. Mo'lsuzlik chog'larda bekmi ko'ranlab ketmaslik, boshqalarni unutib qolmaslik. G'urbatchilik chog'larda o'zini qat'iy tashlab etmaslik, hayotlikdan umid uzmaslik kerak. Esingizda bo'lsin, boshqalar sizni chalma qilib tashlagan bo'lsa, sizni olma qilib qadrlaydiganlarmi hamon bir kun chiqadi. Şunun bilan mazkur asarni to'liq anglitib boldik. Barcha do'stlarning yoqtirib anglaganiga tashakkur.